Agar sizda uy, kvartira, hovli, yer uchastkasi, do'kon, ombor, ijara beriladigan xonadon yoki merosdan qolgan ko'chmas mulk bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun qoidalar yanada jiddiylashadi. Kadastr hujjatlari, soliq majburiyatlari, ijara shartnomalari, noqonuniy qurilmalar, meros va oldi-sotdi masalalarida xatoga yo'l qo'ygan odamlar jarima. Sud savdo bloklanishi yoki mulkdan foydalanishda cheklovlarga duch kelishi mumkin. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kim nimadan xavotir olishi kerakligini va hozirdan nima qilish lozimligini tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtda bilgan odam keyin pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avval ko'pchilik ko'chmas mulk masalasiga biroz beparvo qarardi. Masalan, hovlisiga bitta xona qo'shib qurib qo'yadi, garajini kengaytiradi, balkonni yopadi. Yerning bir qismini devor bilan o'rab oladi, lekin kadastrga kiritmaydi. Yoki kvartirani ijaraga beradi, og'zaki kelishadi. O'zimizniki. Muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yana bir holat uy meros bo'lib qolgan, lekin meros hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan. Aka-uka, opa-singillar kelishib yashab yurishadi. Keyin esa sotish kerak bo'lganda yoki bank garovga qo'yish kerak bo'lganda muammo chiqadi. 2026 yilda asosiy o'zgarish shundaki, ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlar tobora raqamli tizimlar orqali tekshiriladi. Ya'ni kadastr, soliq, notarius, kommunal xizmatlar, ijara shartnomalari va ayrim holatlarda bank tizimlari bir-biriga ko'proq bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Endi hech kim bilmaydi deb o'ylangan narsalar tezroq ko'rinadi. Uy maydoni kadastrda bosimi kvadrat metr, lekin amalda 120 kvadrat metr bo'lsa, bu farq bir kun kelib savdo, meros, ipoteka, sug'urta yoki soliq hisobida chiqib qoladi. Kvartira ijaraga berilgan, lekin shartnoma rasmiy emas bo'lsa, nizolar paytida egasi ham, ijarachi ham himoyasiz qoladi. Bu yerda qo'rqitish maqsad emas. Men ekspert sifatida shuni aytmoqchimanki, 2026 yil ko'chmas mulk egalaridan tartibni talab qiladigan davr bo'ladi. Hujjatlari toza, solig'i o'z vaqtida to'langan, ijara shartnomasi rasmiy, qurilishi kadastrda aks etgan odamlar uchun bu o'zgarishlar muammo emas. Aksincha bunday odamlar o'z mulkini osonroq sotadi, garovga qo'yadi, meros qilib qoldiradi. Ijaradan qonuniy daromad oladi. Muammo hujjatlari chala, og'zaki kelishuvga tayanib yurgan, keyin qilaman deb kechiktirgan mulkdorlarda bo'ladi. Birinchi navbatda kadastr hujjatlarini tekshirish kerak. Har bir mulkdor o'z mulkining kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganligi, maydoni, manzili, mulk huquqi kim nomida ekani va mulk turi to'g'ri ko'rsatilganini bilishi shart. Masalan, siz 2025 yilda 300 xonali kvartira sotib olgansiz. Hujjatlarda umumiy maydon 72 kvadrat metr. Keyin siz lojjani xonaga qo'shdingiz, oshxonani kengaytirdingiz, ichki devorlarni o'zgartirdingiz. Agar bu o'zgarishlar texnik va huquqiy tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, 2026 yilda sotmoqchi bo'lganingizda xaridorning banki yoki notarius qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Xaridor ipoteka olmoqchi bo'lsa, bank hujjatdagi maydon bilan amaldagi maydon mos emas deb kreditni to'xtatib qo'yish ehtimoli bor. Ikkinchi guruh hovli joy egalari. Hovli joylarda muammo ko'proq uchraydi. Chunki odamlar ko'pincha qo'shimcha oshxona, ayvon, hammom, ikkinchi qavat, magazincha yoki ustaxona quradi. Misol uchun kadastrda uy 6 sotik yerda joylashgan, turar joy maydoni 90 kvadrat metr deb turibdi. Amalda esa yerning bir chetida 40 kvadrat metrlik do'kon qurilgan. Orqada 25 kvadrat metrlik ombor bor. Uyga yana 6 kvadrat metr qo'shimcha qavat qo'shilgan. Agar bular rasmiylashtirilmagan bo'lsa, mulkning haqiqiy holati huquqiy holatga mos kelmaydi. Bunday vaziyatda kelajakda 3 ta muammo chiqadi. Birinchisi, jarima va rasmiylashtirish xarajatlari, ikkinchisi sotish yoki bo'lish qiyinlashadi. Uchinchisi, qo'shni bilan nizoda sizning pozitsiyangiz zaiflashadi. Uchinchi guruh ijara beruvchilar. 2026 yilda eng ko'p e'tibor qilinadigan yo'nalishlardan biri shu bo'ladi. Ko'pchilik kvartirasini talabalarga, oilaga, ishchilarga yoki ofis sifatida beradi, lekin rasmiy shartnoma tuzmaydi. Og'zaki kelishuvda ijara narxi 3 million so'm, depozit 3 million so'm, kommunal to'lovlar alohida deb kelishiladi. Keyin ijarachi 2 oy pul bermaydi, uyini buzadi yoki chiqib ketmaydi. Siz sudga bormoqchi bo'lasiz. Lekin qo'lingizda shartnoma yo'q. Yoki aksincha ijarachi pul bergani aytadi. Siz olmaganman deysiz. Rasmiy shartnoma bo'lmasa, isbotlash qiyin.
Rasmiy ijara shartnomasi sizni soliq organi oldida ham, ijarachi oldida ham himoya qiladi. Masalan, kvartirani oyga 4 million so'mga ijaraga bersangiz, yillik tushum 78 million so'm bo'ladi. Bu daromad qonuni ko'rsatilsa, keyin bankdan kredit olishda. Daromad manbasini tushuntirishda katta xaridlar qilganda muammo kamayadi. Lekin men shartnoma qilmayman, soliq to'lamayman degan yondashuv kelajakda qimmatga tushishi mumkin. Chunki qo'shnilar shikoyati ijarachi bilan nizo. Kommunal iste'molning keskin o'sishi yoki elektron tizimlardagi ma'lumotlar orqali ijara holati aniqlanishi mumkin. 4-guruh meros mulk egalari. Ko'p oilalarda uy ota-onadan qoladi. Farzandlar esa hammasi o'zimizniki deb yuraveradi. Lekin huquqiy jihatdan meros ochilgandan keyin belgilangan tartibda notariusga murojaat qilish, merosxo'rlar ro'yxatini aniqlash, mulkni kimning nomiga o'tkazish masalasini hal qilish kerak. Misol uchun, ota nomida uy bor, ota vafot etgani 8 yil bo'lgan, ona va 4 farzand shu uyda yashaydi. Hujjatlar halim ota nomida. 2026 yilda bu uyni sotish, garovga qo'yish, rekonstruksiya uchun ruxsat olish yoki bolalardan birining ulushini ajratish kerak bo'lsa, eski masala birdan katta muammoga aylanadi. Chunki barcha merosxo'rlarning roziligi, hujjatlari, ba'zan sud orqali muddat tiklash masalalari kerak bo'lishi mumkin. 5-guruh ulushli mulk egalari. Masalan, kvartira er-xotin nomida yoki aka-uka ulush asosida egalik qiladi. Bir kishi o'z ulushini sotmoqchi, boshqasi qarshi. Yoki bir kishi uyda yashaydi, boshqalar yashamaydi, lekin soliq va ta'mir xarajatlariga qo'shilmaydi. 2026 yilda raqamli hujjatlar aniqroq yuritilgani sari ulush masalalari ko'proq ko'rinadi. Ulush bor ekan, qarorlar ham ulush egalarining roziligiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli kimning qancha ulushi bor, u ulushdan qanday foydalanadi, xarajatlarni kim to'laydi, sotish bo'lsa birinchi navbatda kimga taklif qilinadi. Bularni oldindan aniqlab olish kerak. Eng katta yashirin xavf hujjatdagi manzil bilan amaldagi manzil mos kelmasligi. Ko'chalar nomi o'zgargan, uy raqami yangilangan, mahalla nomi almashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar buni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Lekin oldi sotdi, meros, sud, bank va sug'urta jarayonida aniq manzil juda muhim. Agar kadastrda eski manzil, pasportda boshqa manzil, kommunal hisobda 3-variant bo'lsa, hujjatlarni solishtirishda vaqt ketadi. Shuning uchun men har doim mulkdorlarga aytaman, mulkning manzili barcha hujjatlarda bir xil ko'rinishda bo'lishi kerak. Ikkinchi xavf yer uchastkasi chegarasi. Hovli joylarda devor qayerda turgani bilan kadastrdagi chegara bir xil bo'lmasligi mumkin. Siz 20 yildan beri shu devor ichida yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin kadastr rejasida yerning bir qismi qo'shniga yoki umumiy foydalanishdagi hududga kirib qolgan bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, sizning devoringiz ko'chaga 7 sm chiqib ketgan. Yoki qo'shnining tomi sizning hududingizga 7 sm kirgan. Avval bunga hech kim e'tibor bermagan. Lekin yangi qurilish, yo'l kengaytirish, gaz yoki elektr tarmog'i o'tkazish, qo'shni uyini sotish jarayonida bu masala ko'tariladi. Oqibatda devorni buzish, kelishuv qilish yoki sudlash kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik masala turar joydan noturar joy sifatida foydalanish. Kvartirada mini bog'cha, go'zallik saloni, tikuvchilik sexi, o'quv markazi yoki ofis ochish holatlari ko'p. Agar bu faoliyat qo'shnilarga shovqin, odamlar oqimi, lift va yo'lakdan ortiqcha foydalanish. Sanitariya muammolar keltirsa shikoyat tushishi mumkin. Mulk sizniki bo'lgani bilan ko'p qavatli uyda umumiy qoidalar bor. Sizning huquqingiz qo'shnining tinch yashash huquqini buzmasligi kerak. 2026 yilda bunday faoliyatlar ham ko'proq nazorat qilinishi mumkin. Ayniqsa kommunal iste'mol, reklama, mijozlar oqimi va soliq ma'lumotlari orqali. 4-masala qarzdorliklar. Ko'chmas mulk sotilayotganda ko'pincha xaridor faqat mulk hujjatiga qaraydi. Lekin kommunal to'lovlar, mol mulk solig'i, yer solig'i, majburiy badallar, ko'p qavatli uydagi boshqaruv kompaniyasi oldidagi qarzlar ham tekshirilishi kerak. Misol uchun siz kvartira sotib oldingiz, narxi 6 million so'm. Keyin bildingizki, eski egadan 2 million so'm issiqlik, 3 million so'm elektr, 2 million so'm boshqaruv badali qarzi qolgan. Huquqiy jihatdan ayrim qarzlar shaxsga, ayrimlari hisob raqamga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin amalda yangi egaga noqulaylik tug'iladi. Xizmatni ulash, hisobni o'tkazish, ma'lumotnoma olish qiyinlashadi. Shuning uchun oldi sotdan oldin qarzdorlik bo'yicha yozma ma'lumot olish zarur. 5-masala
voyaga yetmaganlar ulushi. Agar uy yoki kvartirada bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oddiy jarayon emas. Vasiylik va homiylik organlarining roziligi kerak bo'lishi mumkin. Chunki bola huquqi himoya qilinadi. Ba'zi ota-onalar baribir o'z farzandim-ku deb o'ylaydi. Lekin qonun bolaga tegishli ulushni ota-ona xohlagancha kamaytirishga yo'l qo'ymaydi. Masalan, eski kvartirada bolaning erlidir ulushi bor. Siz uni sotib kichikroq uy olmoqchisiz. Agar yangi uyda bolaning sharoiti yomonlashsa yoki ulushi ta'minlanmasa, ruxsat berilmasligi mumkin. Bu masalani oldindan rejalashtirmasangiz, kelishilgan savdo buziladi. Avans, qaytarish, jarima yoki nizolar paydo bo'ladi. 6-masala ishonchnoma orqali savdo. Ko'p odamlar chet elda bo'lgan qarindoshi nomidagi uyni ishonchnoma bilan sotadi. Ishonchnoma haqiqiy, muddat o'tmagan, vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Mulkni boshqarish degan umumiy ibora sotish vakolatini bermasligi mumkin. Sotish, narxni belgilash, pulni olish, hujjatlarga imzo qo'yish, kadastr va notariusda harakat qilish vakolatlari alohida ko'rsatilgani ma'qul. 2026 yilda elektron tekshiruvlar kuchaygani sari notariuslar bunday hujjatlarni yanada sinchiklab ko'radi. Bu esa xavfsizlik uchun yaxshi, lekin hujjati chala odam uchun vaqt yo'qotish degani. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Sizda kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki sud qarori bo'lishi mumkin. Shuningdek, soliq to'lovlari, kommunal xizmat hisoblari, yer ajratish hujjatlari, rekonstruksiya yoki qurilish ruxsatnomalari bo'lsa, ularni ham ajrating. Hujjatlar eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan 20 yil oldingi qaror yoki ma'lumotnoma hozirgi nizoda hal qiluvchi dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Mulk kimning nomida? Maydoni qancha, yer uchastkasi chegarasi qanday? Turar yoki noturar joy sifatida qayd etilganmi? Manzil to'g'rimi? Bularni aniqlang. Agar amaldagi holat bilan hujjatdagi holat farq qilsa, mayli keyin demang. Kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qanday tartibda o'zgartirish kiritish mumkinligini so'rang. Agar noqonuniy qurilma bo'lsa, uni qonuniylashtirish mumkinmi yoki yo'qmi? Texnik xavfsizlik talablariga javob beradimi? Qo'shni huquqini buzmayaptimi? Shularni aniqlash kerak. 3-qadam, soliq qarzdorligini tekshiring. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijara daromadi bo'yicha majburiyatlar bo'lsa, shaxsiy kabinet, soliq organi yoki tegishli xizmatlar orqali ko'ring. Kichik qarzni e'tiborsiz qoldirmang. 200 ming so'mlik qarz vaqt o'tib penya, cheklov yoki noqulaylikka sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa mulk sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor oldida hammasi toza deb aytish uchun avval o'zingiz tekshirishingiz kerak. 4-qadam, ijara bo'lsa shartnoma tuzing. Shartnomada tomonlarning pasport ma'lumotlari, mulk manzili, ijara muddati, oylik to'lov, to'lov sanasi, depozit miqdori, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, uy jihozlari ro'yxati, ta'mirlash javobgarligi, muddatidan oldin chiqish sharti, zarar yetkazilsa qanday undirilishi aniq yozilsin. Masalan, kvartirada televizor, kir yuvish mashinasi, konditsioner, mebel bo'lsa, ularning holatini rasmga olib ilova qiling. Keyin bu avval singan edi yoki yo'q, men buzmadim degan tortishuv kamayadi. 5-qadam. Meros masalasini cho'zmang. Agar mulk vafot etgan odam nomida bo'lsa, notariusga boring. Kimlar merosxo'r, kim voz kechadi, kim qabul qiladi, hujjatlar yetarlimi, muddati o'tgan bo'lsa nima qilish kerak, bularni aniqlang. O'ylada og'zaki kelishuv bo'lsa ham, uni huquqiy shaklga keltiring. Chunki bugun hamma rozi bo'lishi mumkin, lekin ertaga bir merosxo'r vafot etsa, uning farzandlari kiradi. Keyin masala yanada murakkablashadi. 6-qadam. Oldi-sotdi qilmoqchi bo'lsangiz, avval tekshiruv ro'yxati tuzing. Mulk hojati, kadastr, soliq qarzi, kommunal qarzlar, ulushdoshlar roziligi, turmush o'rtog'i roziligi, voyaga yetmaganlar ulushi, ishonchnoma. Sud taqiqi yoki garov bor yo'qligi tekshirilsin. Pul masalasida ham ehtiyot bo'ling. Katta summani qo'lma-qo'l berishda tilxat, bank o'tkazmasi, notarial tartib va xavfsizlik choralarini o'ylang. Narxni shartnomada sun'iy past ko'rsatish ham xavfli. Keyin nizo chiqsa, hujjatda yozilgan summa bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. 7-qadam, qo'shnilar bilan chegaraviy masalalarni tinch yo'l bilan hal qiling. Devor, tom, suv oqimi, kanalizatsiya, kirish yo'li, umumiy yo'lak, avtoturargoh bo'yicha kelishmovchiliklar bo'lsa, yozma kelishuv, chizma yoki tegishli tashkilot xulosasi bilan mustahkamlang.
Qo'shnim yaxshi odam degan gap huquqiy kafolat emas. Bugun qo'shni yaxshi, ertaga u uyini sotadi. Yangi egasi butunlay boshqa talab qo'yadi. 8-qadam ham agar mulkni biznesda ishlatayotgan bo'lsangiz, faoliyat turini qonuniylashtiring. Kvartirada ofis, hovlida ustaxona, uy oldida do'kon, garajda ishlab chiqarish bo'lsa, soliq, sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilar roziligi va mulk turiga oid talablarni tekshiring. Bu ishni oldindan qilsangiz, faoliyatingiz to'xtab qolmaydi. Aks holda birgina shikoyat sababli tekshiruv kelib, daromad manbangiz xavf ostida qolishi mumkin. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng muhim qoida bitta. Hujjatdagi holat bilan amaldagi holat mos bo'lishi kerak. Kadastr to'g'ri, soliq to'langan, ijara rasmiy, meros hal qilingan, ulushlar aniq, qurilishlar qonuniy bo'lsa siz xotirjam bo'lasiz. Agar biror joyda chala ish bo'lsa, hozir tekshirib to'g'rilash ancha oson. Ertaga sotish, sud, bank, meros yoki tekshiruv paytida to'g'rilash esa qimmat, asabiy va uzoq bo'lishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizda eng katta savol qaysi masala bo'yicha? Kadastrmi? Ijara shartnomasimi? Merosmi yoki soliqmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki ko'chmas mulkdagi bitta xato butun oilaning yillar davomida yig'an mablag'iga ta'sir qilishi mumkin.